Ahillariga qaytgandan keyin xotinlari ularni oldin ko'rgan suratlardan ham husnli, ajoyib suratda ko'radilar. Ularga aytadilar: sizlar oldingi bo'lganlaringizdan ham ko'ra yaxshiroq bo'lib qaytdingizlar. Faqih Alloh rahmat qilsin aytadi: hijobni ko'tardi deganda hijob so'zidan murod ularning ustidagi hijobdir. Bu shunday to'siqdirki, Alloh taolo qarashdan ularni berkitib turadi. Ammo ular qaraydilar so'zi ba'zilar aytishganidek Allohning oldin ko'rsatmagan karomatiga qarashdir. Ko'p ahli ilmlar u zohiriydir, uni kayfiyatsiz va o'xshatishsiz ko'radilar. Dunyoda buni o'xshatishsiz bilganlaridek deganlar. Ikrima aytadi: jannat ahllari 33 yoshli yigitlar kabidir. Ularning erkagu ayoli bir xil yoshdadir. Ularning bo'ylari otalari Odam alayhissalomning bo'ylaridek 60 gazdir. Mo'ylov soqolsiz 33 yoshli yigitlardir. Ularning eginida 70 ta kiyim bo'ladi. Har bir kiyim har soatda 70 rangda tovlanib turadi. Er o'z aksini xotinining yuzida, ko'kragida, sochida ko'radi. Xotini ham yuzini erining yuzida, ko'kragida, sochida ko'radi. U yerda qonlari oqmaydi, burunlarini qoqmaydilar. Bundan boshqa aziyatlar, ya'ni siydik, axlat chiqarishlar bo'lmaydi. Xabarda keladi: agar ahli jannat ayollaridan biri kaftini osmondan chiqarsa, osmon va yer orasi nurlanib ketadi. Faqih aytadi: Zayd ibn Arqam aytadi: ahli kitobdan bir kishi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga kelib, ahli jannatlar yeyishadi va ichishadi deb o'ylaysanmi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: ha, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ahli jannatlarning har biriga 100 kishi yeydigan ovqatning kuchini, 100 kishi ichadigan suvning kuchini, 100 kishi jimo qiladigan quvvatini beradi. U aytdi: yesa, ichsa, unga qazoyi hojatga rag'bat bo'ladi. Jannat yaxshi, toza joy. Unda aziyatlar bo'lmaydi-ku. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: ularning hojati ter chiqishidir. U mushkning hidi kabi bo'ladi. Faqih aytadi: Mu'tab ibn Sami Alloh taoloning iymon keltirib yaxshi amallar qilgan zotlar uchun xushnudlik va go'zal oqibat jannat bordir. Ra'd surasi 29-oyat degan so'zi haqida deydi. Jannatdan murod jannatdagi bir daraxtdir. Jannatdagi hamma uylar uning shoxlari soyasida turadi. Uning turli xil mevalari bor. Unga xuddi ho'kizdek qush qo'nadi. Jannat ahllaridan biron kishi o'sha qushni xohlasa, uni chaqiradi. So'ng dasturxonga taom bo'lib tushadi. Go'shtning quritilgan tomonidan va yana boshqa pishirilgan tomonidan yeyaveradi. Keyin qush qaytib ketadi. Amash Abu Hurayradan rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: mening ummatimdan jannatga birinchi kiradigan toifa Badr kechasidagi oy suratida kiradi. Keyingilari esa osmondagi eng yorqin yulduz suratida kiradi. Undan keyin kirayotganlar darajalarga qarab kiraveradi. Ular bavil qilmaydilar va hojat chiqarishga hojatlari bo'lmaydi. Tupurmaydilar, burunlarini ham qoqmaydilar. Tirnoqlari tillodandir. Ichadigan idishlari marvaritdir. Terlari mushkdir. Axloqlari bir kishi axloqida qurilgan, ya'ni hammasi bir xil. Uzunliklari Odam alayhissalom bo'ylari kabi 60 gazdir. Ibn Abbos Alloh undan rozi bo'lsin aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: albatta ahli jannatlar soqolsiz, yungsiz yigitlar bo'ladi. Ulardan 2 qoshi, 2 kiprigi va boshidagi sochdan boshqa soch yo'q. Ya'ni ularda qo'ltiq tuki va avrat tuklari bo'lmaydi. Bo'ylari Odam alayhissalom bo'ylaridek 60 gaz bo'ladi. Yoshlari Iso alayhissalom yoshlaridek 33 dir. Ranglari oq, kiyimlari yashildir. Jannat ahllaridan biri dasturxonga 2 qo'lini olib kelsa,